ukam chiqdingizmi? Tog'a, rahmat sizga. Xo'shamsiz? Xo'shamsiz. Chechingiz bilan saqal bo'rtingizni oldirsangiz, ahad kelasiz. Men ishdan tushdim. Qandaq? Shokirmisan sen? O'ynab qanqalsan, Qandaq dada? Shayton, 10 kunning yog'i naj yurding. O'ynimi biladigansan-da, Men yani yiyeceksen-ku, Hey, kunda taladı lağaylab yürgünün yürgensenin. Senin köngünde ma öy degen narsa barmı yok? Men ma dadang senin köngünde barmı yok? Bu gapni Dada, kurtuldavermisan şu. Men endi cho'ng oldum. Sen çoğ oldun ma? Hey, ma 23 yaş kirgen yigit degen bir necha balaning dadisi bo'ladi, lekin sen bo'lsang, atidin kechki o'ynab yurishni boshqarib bilmaysan. Men bir narsaga qatnashib, biroz pul topdim. Pul topding? Belli. Yop yoshli turib qalandachilik yo'liga tushdingmi? Voy. Bir kun kechgacha haqi dudda ochilib, naqshi etib topgan 4 tanga pulga shukr qanoat qilib yurdim dediqi. Ey yog'och quloq. Endi sen mushu kunga tushib qoldingmi? Isit. Buni nani o'g'irlab kelding? Setib oldim. Setib olding? Qaysi pulga olding, Gap qil. Rost gap qil. Ey, al o'tigimni nega yo'qotding? O'tdik, bilmayman. Bilmaysan? Topgan puling bilan qo'sig'ini boqolmaysan. Deb baqa, o'tigimni qanday qilding? Gap qil deyman, rost gap qil. O'tigimni nega yo'qotding deyman, Dada, men og'zingni yo'q. Dada, men rostini o'tigimni ko'mmadim. Dada, men rostini o'tigimni ko'mmadim. Dada, o'tigimni cho'qim karotnasiga tiqvatga o'xshaysa. Dada, unutib qolgansa, qachon? Men rostini o'tigimni sotqinim yo'q. Dada, nimishqa baloga ishonmaydigansa. Yaxshi, sen shumtakdagi dadangni qo'ydingmi? Endi mendan renjima. Uydagi uchirganligin narsani olmay qo'ymaysan. Sen munofiq. Dada, meni urma. Gap qil deyman, gap qil. Rahmatlik opang hayot vaqtida qoldirib ketgan yog'liqni mo chiqib setibsan-ku. So'zlamamsa? Gap qil. Bo'ptamsa, sotadigan bo'lsa sotqan bo'lay. Voy Xudoyim. Xudoyim tavba. Nijazman meni jinimni nima ish qilib satsang deyman. Men sotdim. Men setib etgandim. Men yeni sotaman. Xudoyim. Yeni sotaman. Peshonemga mushu qismat putilganmidi mening endi? Ma qinimiz bir bo'lgan bilanmi? Ma dilimiz bir emas o'xshaydi. Opang vafot bo'lganda sen orolni 1 yosh deding. Men seni xuddi cho'jini asragandek asrab beqib cho'ng qilib 11 yil maktabda o'qitdim emasmi deyman. Isit sana qilgan ejrim. Bundan keyin endi sen nemish qilmoqchi, Gap qilmoqchi deymi yog'och quloq, Ey, bundan keyin endi sen nemish qilsa, Bilmayman. Bilmayman? Bu gap chiza sen texi o'yinga to'ymoqsan-da. Ey, emisma o'yiningni o'ynalagan. Bu ey, dadang sana lozim emaskan, Va tomoshabiningni qilivermisa, yo'qol deyman, Unda qos bo'pti. Voy Xudoyim, dingdan eshitib ketding, babax. Seni urib o'ldirib etmaydigan bo'lsam, voy qo'sib voy. Yo'qol. Ko'zimni yo'qol. Dada, Tez yo'qol. Dada, sen rostini meni yo'qol deyapsan. Xudo seni
Panayida saqlasin. Bey. Qanchayroq kelsan, shuncha yaxshi. Men Ko'zingni qaytdim yo'qol. mana. Meni Men o'ldiray deb qilding. Men Aratamoq. Televiziya stansiyasi bir turkum er qabul qiladi. 25 yoshdan tuvan yoshlar imtihon bersi bo'ladi. Er ayol soni cheklanmaydi. Madaniyat saviyasi to'liq yuqori bo'lishi Başlap kerak. boptu. İmtihandan o'tganlar qabul qilinadi. Bek yaxshi bo'pti. İmtihan o'rni rayonlik ommaviy san'at saroyining 3-qavatida.
Yana bir yıqlab ketdi. Bek yasalım bo'lib qoldi. Bek yasalım bo'lib qoldi. Yana bir yıqlab ketdi. Bek. Bunday chiqdi, mehmon. Artistni bunday chiqdi, qanday qiladi? Yo'l ber ala, yo'l ber ala. Men artistga imtihon bekili keldi. Yo'l ber ala. Bosh. Voy. İmtihon bekilga yaxshimoldi. Hey. İmtihan meydanının tertibini bozsanız bo'lmaydi. Men Nima odamsiz? ya ular. Men artistlikka imtihon bekili kelgan. İmtihon og'uchi bilan ko'rishmak istedim. Yaxshimisiz? Siz imtihon og'uchimi? Topdingiz. Ben televiziya stansiyasining boshlig'i. Yaxshi bo'ldi. Kechiring. Men sizni galastugingizga qarang, Galastugim nima bo'pti? Mundaq bo'lishi kerak. Endi stans boshlig'iga o'xshadingiz, Nima gap bu? Men aslida televiziya stansiyasining boshlig'i tursam, gapingizni tezroqdan qo'rq gap bilan qo'sham yo'q. Bu qiling stans boshlig'i. Men sizga o'xshash quruq gapga o'sh. Men imtihon bekili keldim. İmtihan bekli. To'g'ri. Naqsh eta olamsiz. Aytalayman? Usul o'ynay olamsiz. Albatta o'ynay olaman. Usuldan boshqa yana tig'iz sozmi chala olaman. Siz dramaga chiqib baqqanmi? Chiqib baqqan. Lekin sahnada emas. To'xtang. Qanday rolga chiqqan? Men qaroqchi rolga chiqqan. Oblatning o'ylisiga kirib, to'qillarning hammasini bulab ketgan. Men yana Hammasini bulab ketgandamsiz? Stans boshlig'i, bu rost emas. Men og'inamga chaqchaq qilib, shundoq rolga chiqqan. Men Tushundim. Bak yaxshi bo'ldi. Siz haqiqatan talantli ekansiz. Menimcha imtihonga qatnashmasangiz ham bo'ladi ekan. Shu o'yiningizni o'ynayvering. Ha? stans boshlig'i, meni imtihonga qatnashma demoqchimisiz? Shundoq. O'chig'ini deganda sizning imtihon berish salohiyatingiz yo'q ekan. Chiqib keting. Stans boshlig'i, siz texi mening mahoratimni ko'midingiz. Bunda qilsangiz odil bo'lmaydi. Men Vaqtnamay chiqib keting. Hey, to'la jidallashmay chiqib ketsangiz ham-da. Bo'ldi, tezroq chiqib keting. stans boshlig'i, men Kim keldi? Ay, ochdi yo'q. Yana uning mahoratini ko'rib boqim ba. Amsa, o'zingiz bir taraf qiling. Bo'ladi. Siz bu yoqqa keling. menma? Shunaqa. Siz bizga bir epizod o'rlab bersangiz qandaq? Bo'ladi. Qandaq epizod o'rlayman? Mazmuni qandaq? Amsa anglab turing. Bugun sizni televiziya stansiyasi san'at umigiga qabul qildi deb qiyos qilaylik. Siz xo'shal holda uyingizga yugurib, bu xabarni opangizga aytasiz. Mening opam yo'q, kichik vaqtimda qazo qilib ketibdi. Ondaqda dadangiz bordi? Bah. Boyi deginim bir paras. Siz bu xabarni dadangizga darhol demoqchi bo'lasiz. Siz xo'shal holda uyingizga borganda uydagi shira ustida bir varaq qog'ozning turganligini ko'rasiz. Siz qog'ozga yozilgan xatni ko'rib, epizodni boshlaysiz. Agar sizga yordamchi kerak bo'lsa, mushu o'ltag'allar ichidan xohlagan birsini tanlab o'zingiz bilan moslashtiring. Tushundingizmi? Tushundim. Yaxshi. Bu ya'ni ishda paras qilaylik. Bo'ladi. Bo'ldi, chataq yo'q. Ey, qog'oz nada? Mana bu yerda. Ammo hozir ko'rishga bo'lmaydi. Epizod boshlanganda ko'rasiz. Uqdingizmi?
Ben terlik buldum. Başlang. Dada! 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 Hey! 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 Oh. Bizga aldamchi o'g'ri kerak emas. İmtihon beraman deb avar bo'lmang. Bizga aldamchi kerak emas. To'la bizni avar qilmang. Kichikgina savalik o'tkazib qo'yganimga unchilik qilib ketmanglar. Kim xatolik o'tkazmaydi? Kim savalik o'tkazmaydi? Efendim, siz nima qilib meni haqoratlaysiz? Nima qilib meni kamsitasiz? Kim o'g'rikan? Kim o'g'rikan? Sen o'g'ri, sen aldamchi. Sen aldamchi. Siz qanchalik odamdingiz? Siz odam bo'lsangiz, men bu odam. Nima qilib meni kamsitasiz? Uni qo'yver. Meni qo'yver. Ona nafsi to'xtab qopti. Ha? O'libdimi? Nima? Nima sizlar? O'libdi. O'libdimi? O'libdi. Yo'q. Men qasaq qilmadim. Saram tutunglar. Yo'q. To'xta. Voy. Ne oldu? Katil. O katil. Hadi bak hadi. Toxta! Hey, toxta! Ne durumda? Toxta! Nirturula! Toxta! Hey, toxta! Toxta! Toxta deyman! Vay. Kim qilgan ish bu? Ha? Badbax. Sen qildingmi? Siz qolmag'ini. Yo'q. Nima deb yuzib yotsa? Nima deb? Sağdan içi diyorum.
Sakçı efendim. Birini bulmagan siz. Gelin. Çaqqan asarını tutunlar. O katil. Toxta! Toxta deyman. Toxta! Bey, köprəlik alttaki maşını dərhal tutsana. Maşın nomeri 11.429. Mən hazırlı yetib var mən. Anladınız mı? Başını çetkit attım. Çetkit attım. Hey, katil qani? Bilmeyme. Maşındaki adam qani? Kömüdüm. Hey. Bey, ilik raqani deməşimə. Ha, hele gayri sorunu bu iş vakası mı? Ben hazırlık haber Lekin katil kaçıp gitti. O bək hili gerken. Ondak temiz derhal berip koğlap tutmamsız. Yeni bir yardımcı bosu deməkçidim. Yardımcı mümkün emez siz. Hey, siz o katilini özən yalnız tut deməkçi mi? Doğra. Keçirən başlıq. Mən o işten ödüsün yalnız çıqamayım. Biz halk sakçıları arasında keçirin diyen söz bulmaydı. Siz pişkan sakçı. Can kılışka tecrübeniz var. Vazifini galbilik oruluşunuzga işinimen. Ha, doğra. Elik televizyon stansiyasından sizi ziyaret kılmakçı. Mümkün bolsa. Vay, başlıq. Şəhərlik doktorxana ciddi qutuluş bilimi mi? Hə, ciddi qutquluş bölümü. Yarım saatten aldıda televizyon stansiyasından bir rejissor geldi mi? Keldi. O nakş usulü mügünün rejissor iken. Onun ismini mi ki? Onun ismini ibadet degende qilib atadi. Yo'q, emas. Televiziya stansiyasining rejissyori ayol emas. Hamidka, otdan turdulma. Aşamxon, teshikma, otdan to'lama. Bizni texi unutib qolgan o'xshaydi deb o'ylab qoldim. Hey, sizlarni unutib qolamdilar. Uyning ishlari bilan bo'lib, yo'qlab kelamadim. Hamidka, Shokir ko'rinmaydi-ku. Tang, nalar yuriydigina u. Uydan qachon chiqib ketgandi? Bir ish bo'lmaganda. Yo'q, hech bo'lmadi. Mundaqla so'rab qo'ydim. Tönügün mushundaq vaqt chiqib ketgancha, atigi hozirgacha qaytib kelmadi. Ha? Mundaq deysizlar. Nima? Bir ish bo'ptimi? Hamidka, ansirmisizlar. Boya bir soqchining uni qo'g'layotganini ko'rib qoldim. Darhol kelib sizga deb qo'yay desam, uyga mehmon kelib qoldi. Mana endi kelishim. Astag'firulloh, endi qanday qilaq? Kimsen? Beni yutib nima qilasan bolam? Qirg'an odamni chaqchaq qilma. Bobachim, tur. Meni tushirib at. Mağanmay qilinib qapsiz. Sizni yudib, doktorxonaga akirib qo'yay, ha? İnşallah. Nima degan yaxshi bo'lasan. Rahmat sana. Bova, rahmat ne siz manga emas, men sizga esen bo'ladi. Putingizning normal harakat qilish iqtidorini yo'qotishi asosligi nerv sistemasining funksiyalik tamponligi buzilganlikdan kelib chiqqan. Undaq bo'lsa, doktor, Bundaq kasalni o'kil silish, dorilarning roliga tayinibla saqayt qilib bo'lmaydi. Mening qarashimcha, bugun Doktor, sirt o'chirib turmaylik kiribsiz-ku. boyni kesilibak eg'irdak turdi. Shunga O'rindiqda o'tirib kutib turing. ma'qul. Shunga o'zingizga bir sodiq amra topsangiz bo'ladi. sodiq amra. Biroq undaq sodiq amra menga nada? Amra tepiladi. Nemishqa tepilmaydi ekan?
Mening da'vatqinim o'zi orqali sizni, siz orqali o'zini baxtli qila oladigan vafodor yigit. Meningcha, siz cho'qim topa olasiz. Siz dadamdek turib mushundaq gaplarni deyishga uyalmamsiz. Hey, singlim. Ilmiy nuqtadan olganda bu degan normal ish. Xijil bo'g'dek yeri yo'q. Ilmiy nuqtam ishtahi. Men mushundaq odamlardan nafratlaman. Kechiring, oldingizga xato gap qilibdiman. Siz Bova, navbatsiz keldi. Ma'qul. Bova, siz ko'rinib turing. Men sirtqa chiqib kelay, ha? Ma'qul, rahmat bolam, rahmat. Yaxshimisiz? Siz kim bo'lasiz? Menma, ko'midingizmi? Men doktor. Ams kasal davolamay. Nimishki meni arvonishtirsiz? Professor Bay sizni ranjitib qo'ydi. Lekin siz uning ko'nglini tushuning. Shunga men professor vakolatan sizdan afv so'rab keldim. Demisimi vafodor yigitda? Biroq meditsina ilmida nadimi mundaq gaplar bo'lsin? Sizda beqing, shunday emasmi? Kunlikni ichatsizg'u. Beshingizga aptab tushib qolmasin deyman. Nadiki aptab, biz koridorda ketyapmizg'u. Kallingizning azroq tadbami qandaq? Bir obda xizmatingizni qilib olsam, meni haqoratligingiz nimasi? Sizning kallangizning tadbi o'xshaydi. Qaraganda ikkimiz tug'ma jupladik ekanmiz, ha? Arvamni qo'yib eting. Kunlikni keling. Men Tazim yuzi qilin odam ekansiz. nima desangiz davring. Tillisingizmi, ursingizmi mayli. Biz doktorlar kasallarning bunda qo'polliqlarini to'la ko'rgan. So'jam. Bir ikki kundan beri bir bola birasi bilan so'qishib qelib, bu yerga kirib qolmagandi, ha? Onun ismi nimadi? Shokir. Yo'q. Davudda bir kirdi. So'jang, sizni almış qolmaganda. Yo'q. U Davudni men obdan taniyman. Davomli kirib turdi. Ma'qul so'jang, sizni avar qildik. Sizning kesimni davolab saqat qilib bo'ladimi? Bu sizning irodangizga bog'liq. Albatta, irodam bor. Buningda gap yo'q. Irodaga yana g'ayrat qo'shilsa, kasallik uchun buningdan ortiq shifoliq dori yo'q. Meditsina ilmining haqiqatlariga asosan shuni kesib aytamanki, siz cho'qim saqaysiz. Kichik vaqtimdagidek erkin mangadigan bo'la olamizmi? Albatta. Buning uchun siz menga to'liq moslashishingiz kerak. Ma'qul amsa. Keslimni davolab saqaytadiganlar bo'lsangiz, men har qanday jafo mushaqqatga chidayman. Yaxshi. Ay, meni balnis qilib davolamsiz? Yo'q, balni setishning hojati yo'q. Uyingizga berib davolayman. Qani, marhamat. Uyinglar bek chiroyli ekan juma. Ha? Yomon emas. Bu uy bek ozod ekan. Qani o'tiring. Ma'qul. Menga ber. Biz tanışıp qalaylik. Mening ismim Dilnar. Mening ismim Mening ismim Mo'minjon. Xohlasangiz Mo'min deb ataversangiz bo'laveradi, ha? Mo'minjon. Mo'minjon. To'g'ri. Ismingiz xuddi axlatda üstün terib kelgandeklar. Nima? Mo'minjon.
Xuddi sizning yarashmagan tarixlitingiz bilan bo'kingizga o'xshaydi ekan. Shuncha tarix, shuncha Qarmamsiz. Mening xalatimni boshqalar kiyyapti. Ilojisiz bu yarashmagan xalatni kiyib oldim. O'zim mo'min, yuvosh odam bo'lgan lekin ko'mamsiz bu ishni. Kechiring. Shunga xalatning cho'ng kichikligiga qaramay kiyib oldim-da. Aldirashchilikda diqqat qilmay qopdimi? Oy. Yomg'ir yog'atamdi nima? Parizimiz to'g'ri chiqdi ekan juma. Asos jihatdan to'g'ri chiqdi. Amisa, men qaytay, Nima aldiraysiz? Yomg'ir to'xtagandan keyin mangmamsiz. Bo'ptamsa, bo'pti. Odatda siz uyda nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Kitob o'qiyman. Ko'proq musiqa chalaman. O, shundaqmi? Bu odatingiz pek yaxshi ekan. Odat emas. Havas. To'g'ri, havas. Chag'in musiqangizni anglab baqsam bo'lamdi, ha? Ma'qul, jirim. Keling, asroq, ha? Qani, bir parda chap berang. Yaxshi chalolmayman. Birlashar. Zangni qilmaysiz. Siz qanday musiqani anglashni xohlaysiz? Klassik musiqami yoki hozirgi zamon musiqasimi? Qaysini xohlasangiz mayli. Men doktor degan edingiz-ku. Meni aldapsiz. Xap bo'ldingiz? Yolg'on doktor bo'lib elib meni koldiribsiz. Yomg'ir to'xtadi. Kessangiz bo'ladi. Siz tibbiy ilmi bilan musiqani bir-biriga yot deb qaramsiz, ha? Albatta, aqlni ezib qolmagan odam bo'lsa, uning tamoman ikki xil narsa ekanligini kim bilmaydi? Bugungi dunyoda ilm-fanning yuksak darajada taraqqiy qilishiga ergishib, odam badanidagi kasalliklarni davolashda dori bilan operatsiyadan afzal bo'lgan bir xil davolash usuli bayqaldi, ha? Nima? U bo'lsa-mu miyaning markaziy nerv sistemasini qo'zg'atish orqali ularning funksiyalik faoliyatini tamponlashtirish, ha? Buningdagi eng muhim vosita bo'lsa-mu musiqa. Tushundim. Siz musiqa orqali kasal davolig'ini bo'ladi demoqchimi? To'g'ri? Nima degan shirin fantaziya. Buni fantaziya deb qaramsiz? Ha-a. İnsanlarning necha ming yillik madaniyat tarixiga nazar soladigan bo'lsak, fantaziya deb qaralgan narsalarning keyin reallikqa aylanganligidek misollar nihoyat ko'p. Sizningcha to'g'rimi? Agar sizning kasalligingizni davolash to'g'risidagi loyihamni fantaziya deb masxara qilsangiz, kechiring. O chaqda mening doktorxonaga qaytib ketmakdan boshqa amalim yo'q, ha? Dinlar. Oy, dadam kelibdi. To'xtang. Endi men qanday qilaman? Qanday qilaman deysiz-ku? Siz degan doktor, nimani qanday qilasiz? Uyimda birdam o'ltiring. Dadangizga meni bundoq tunishtirsangiz bo'lmaydi. Hey, mundaqda
kasallikni markaziy nerv sistemasini qo'zg'atish orqali davolaydigan doktorda hargiz unutib qolmoq bo'lamdi. Dilnar, Voy Esingiz voy. bo'lsin. Ezib ichiribli ketdingiz-ku. Bo'ldilar. Doktor desamni bo'lmadimi? Nimadan qo'rqsiz? Dada, hajab kesh qaldingiz-ku. Yomg'irda qapsiz. qaramamsiz bir qotilni tutaman deb. Qotil? Kimkan o? Ay, o televiziya stansiyasining bir rejissorini bo'g'ib o'ldirib qo'yibdi. Rejissorni o'ldirib yetibdimi? Bo'ldi, buni bilan qaringiz bo'lmasin. Doktor nima deydi? Doktorning deyishicha, menga ishlatadigan dorilarning hammasini ishlatib bo'ptimish. Bular qaqinmagan bo'lsa, boshqa amal yo'q ekan. Doktor undaq degan bo'lsa, qanday bo'ladi? Bo'pti, men ilk qotilni tutgandan keyin sizni boshqa bir joyga olib davoladimi? Bo'lamda. Endi lozim yo'q dada. Meni boshqa bir doktor davolabsa qaytadiganligini aytdi. Yaxshi bo'pti. U doktor hozir nerdiki? U doktor hozir bizning uyda. Ismi Mo'minjon. Kirib ko'rishib qo'ying. Mo'minjon? Kiring. Yaxshimisiz, Yaxshimisiz? Qani, o'tiring. Ma'qul, ma'qul. Sizning mening uyim kelganingizdan intayin xushalman. Yoshli yigitkansiz-ku. Shahardagi doktorxonada ishlamsiz? Shundaq. Xeyli bo'ldimi? Qaysi maktabni bitirgan? 2 yilchi bo'ldi. Shanxay tibbiy shu'aynini bitirgan. Yaponiyada oliy nerv sistemasi mutaxassisligi bo'yicha bilim oshirdim. Yopjashtirib mutaxassisdan, sizning davolash to'g'risidagi loyihangizni va bu jihatdagi tasavvuringizni bakmi bilib boqqinba? Biz kasalliklarni davolashda tasavvurga emas, ilmiy diagnozga tayinimiz. Davolash loyihasi kelsak, bu keyingi bosqichlik ish. Hozir eng muhimi kasalga to'g'ri diagnoz qo'yish. Rostni aytsam, yosh bo'g'iningiz bilan qaramoqqa saviyangiz xeyli yuqoridek qiladi. Qizimni saqaytish umidini sizga bog'ladim. Kechiring, telefonga chiqib kiray. Ma'qul. Bakmi xijilman, idoradan chaqirtibdi. Fursat chiqqanda ikkimiz obdan paranglashaylik. Xo'shamisiz? Bak aldirashgansiz. Bir qotillik delosini tekshirib o'tdim. Shunga aldirashib qoldim. Qotil texi tutilmabdi-da. Hozircha tutilmadi. Lekin keyin cho'qim tutaman. Buni parazula aytyotamsiz? Yo'q, hozircha mening oldimdan birami jinoyatchi qutulib ketadigan emas. Sizning bu taqi turqingiz men qo'g'lab yurgan jinoyatchiga bakmi o'xshaydi-ku. Dadangiz qaltis chaqchaqishgan-jimi? Dilnar, sizda piqingchi. Biz ayrim bir kun ko'rishaylik. Vaqtingiz bo'lsa, kelib turasiz. Ma'qul bo'ldi. Sizlar nima odam? Zodi, nima ish qilasiz? Bu qandaq ish? Qaysi shundaysiz? Hamma ish joyida-ku. Hamma ish joyidamish. Dadamning oldida nima ish yolg'on bir taqib olasiz? Bu bir sir. Siz bilishga tegishli bo'lmagan sir. Sir? Qandaq sirkan u? Yolg'onchilig'ingizni burunli bilgandim. Siz mendek bir bechora meyib qizni oldirdingiz. Siz Men mush keslim tufaylidan jamiyatdagi o'rnimni, baxtimni, xushallig'imni yo'qotdim. Mushu qayg'u asirtim yetmaganda sizmi meni aldayapsiz? kechiring. Men sizni aldab qo'ydim. Mayiblik. Kechiringmish dehi. Men o'zingizni doktor davog'iningizga burilib gumon qilgan.
To'g'ri o'ylab ekansiz. Siz dadamning oldida bir jinoyat o'tkazib qo'ydingizmi qandaq? Men qandaqsiga? Bo'lmasa dadamdan bunchalar qo'rqib, yolg'on burutda qilmagan bo'lardingiz. To'g'ri dedingiz. Shu chaqda u saqchi. Men qochqin edim. Nima? Dadam izlayotgan yiliq qotil sizgansizda. Men nima desam bo'la? Dana, Rostni aytsam, men peshkalik uchirdim. Dadangizning meni rejissorni bo'g'ib o'ldirganligini yolg'on. Azroil xudo, men qotillik qilmadim. Menga ishonsangiz, men tirikchilik yo'lini faqat topolmay, tamtirab yurgan bechoraman. Men xuddi sizga o'xshash musiqa chalishni, usul o'ynashni, kino artisti bo'lishni yaxshi ko'ratdim. Bularga bo'lgan o'tdak ishtiyoqimdan nijotlik yo'lini topmoqchi bo'ldim. Men rejissorning talabi bo'yicha epizodni o'rnilgandim. Qaraganda men epizodning voqealigi ichiga bakrak kirib ketib, o'zimni unutib, rejissorning gilini bakrak bo'g'ib salgan o'xshayman. Keyin qotilni tutinglar deb hamma odam menga yopirilib keldi. Shuni bilan men o'tib ketib qochdim. Dadangizmi meni qo'g'lidi. Azroil, men bu ishni qasddan qilmagandim. Peshkaligi nimishqa hadislim. Men uchrab turgandim. Meni boshqa amalim yo'q. Siz hozirla dadangizga qotil bizning uyda deb xabar qiling. Bu jahonda sig'magan jini turmada aram topsin. Men bu dunyo bilan xo'shlashay. Menga aram topay. yo'q. Ayting. Siz zodi kim? Aytishga jur'at qilolmayapman Dilna. Bilishim kerak. Siz zodi kimsiz? Men shayton. Zodi kim bo'lsiz deyman. Iliq shokir shayton degan. Men shu. Voy xudoyim. Qo'shnimiz abuzganni qo'rqitib, uydagi narsalarni apsini uyga apag'izgan iliq odammi? Shu, to'g'ri. Biroq qo'l ilikida baturuqliq, kim uni apsiga yaxshi qaramasin debdi. Tova, shundaqmi qilamsiz? Abuzgam qo'rqib ketib, og'rib bir hafta yetib qoldi. Siz bo'z atni qarang bilan bo'yab, aroq ishkizib sotgan miydingiz? Yo'q, atni men sotmagan. Qosim degan bir yuvosh odamni, Ovud degan jazoni xo'rso degan bo'za qiptiki. Men Qosim akamga aql ko'rsatib, bo'z otni qora rangda bo'yatqizdim. Yana o'ynaqshib tursin deb, otga ozroq aroq ishkizib, Ovud degan jazoni xo'rso degarga qimmat bahoda setib, jazoni xo'rso degarning adini bergandim. Ajoyib qiziqkansiz. Dilna, yana mendan nafratlanayapsiz. Yo'q. Siz yaxshi shakir. Bo'ldi, mening ko'nglimni yasimang. Sizni aldab qo'yganim uchun meni kechiring. O'zingizni obdan asrang. Xo'sh Dilna. Nega bir haydaysiz? Nega berishimni o'zimni bilmayman. Dadangiz qo'g'laydi. Men qochaman. Qarag'anda keslimning saqayishidan endi umid yo'q o'xshaydi. Endi men qolgan birli yo'l, qolgan umrimni xo'shallik bilan o'tkazish. Bu xo'shallik faqat menga musiqadan keladi. Siz mening keslimni davolamoqchi emasmidingiz? Men? Bu menga mumkinmi? Albatta. Siz chag'an musiqalarning rohat baxsh sadosi meni yangi hayotga erishtirishi mumkin. Biroq mening bu uyda uzoqcha turaverishim mumkin emas. Ammo bir kuni dadangiz mening asli qiyofatimni bilib oladi. Biz buningga birlikda taqobil turaylik.
Ta ki kanun üstünüzden adil hüküm çıkağıça ben sizge yardım bermen. Dilnar. Yaşashqa, kesliğinizin saqaytishqa ishonchingiz bormi? İşençim var. Bu ishonch sizga qandoqlach kep qoldi? O sizden geldi. Aha. Nefretli şeytanning ilmi kirdimmi? Ya kadarlıyım. Hakiki insanın yurigidan. Bu rasmı Dilnar. Nimişli közünüzü yumbarsız. Xiyolimning oppoq betiga bir farishtaning so'zini esyapman. O bir meyip. Onun üstüge. Körümsiz. Yo'q. O men uchun dunyoda hammadan bijirim odam. Uning pok, go'zal qalbi hayot yo'limni yo'ritdi. Jinim Dilnar. Nelerde tentirep yürüydiğin bu bala. Ayşemxan. Men ağzını tillap koyğunim bilen. Yürügümde köymen emes bununla. O menin yürügümde düşensken kaşki. Şakir degan o'tdek bir bola. Uni boshqalar bilmayotidi. Tali ondan keldiganli bo'lsa, u hammani besib tushadigan dongliq artist bo'lib ketadi desizlar. Ustam, çay şaldıray degan. Kelin. Qani o'tiring. Chaç aldıram siz sakal mı? Erkeler oyunun balısı
qarchığım madarim. Çıgır çıgır yolumuz, çimenlikte koşmamız. Acep güzel bu dünya, yaşlar bahar, bahar fəslimiz. Ey dınarım, güzel dınarım, siz göz nurum baharım. Ey güzel, güzel dınarım, siz göz qarchığım madarim. Ey dınarım, güzel dınarım, siz göz nurum baharım. Ey güzel, güzel dınarım, siz göz qarchığım madarim. Ey model, ben suratga ilib eli qechib ketgan qotilni ko'rdim. Xato ko'rib qolmagansiz. Yo'q, kamerada ko'rinib turdi. Boshqalar restoranda suratga olsin. Siz qochqindan qiziq tushib yurib, uning butun harakatini suratga oling. Nima dedingiz? O'g'irlik surat oldimsiz. Model, model. Shundoq. Ey Dilnar, bir ishdan hayronman. Nimaga? Televiziya stansiyasining shundoq dangliq rejissyorning o'limi, gazet, televizorlarda e'lon qilinishi jamiyatda g'ulg'ul qo'zg'ish kerakdi. Lekin bir necha kun bo'ldi, hech bir bunda xabarmi yo'q. Agar u o'lmagan bo'lsa, dadangiz nima ish meni davomli qo'g'laydi? Rost. Rejissor o'lmagan bo'lsa, dadam nemishki kech kunda sizni tutaman deb yuriydi-kina. Ey, kech kunduz palaxlamagan bo'lsa, ikkimiz tunishmagan bo'latdiq, ha? Bo'yim shunchalik bor. Doim mushad yuradigan birsini ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rmadim. U doim mushad yuriydi. Ha, bu yerdagi odamlarning hammasini men taniyman. Siz kimda atsiz? Aha, burtingiz bek yarishibdi. Burut? Xizmatning ehtiyojida. Xizmatning ehtiyoj demsiz? Bo'pti, aloqa qilib turaylik. Ma'qul. Endi men ketdim. Bo'ladi. Sizlarga asosan sizga xabar qilaman. Xo'shamisa. Xo'shamisa. Çimenzar şikrimiz şafina behtiyar. Çimenzar şikrimiz şafina behtiyar. Gel ya boyu köpkek çimenzar, çimenzarda yayrım var. Ağlığın.
Bu neydiga yaqinlik musiqa. Xeyli talanti var. Shunda sozni kimdan chelayotganligini bilamsiz? Çimenzer, şiklimiz şadina bahtiyar. Ey çimenzer, şiklimiz şadina bahtiyar. Erkiler oyunun babası olsa ana ne aman sizdek yürek ağrısı. Ey dınarım, güzel dınarım, siz göz nuru baharım. Ey güzel dınarım, siz göz parçağım madarım. Acep güzel bu dünya, yaşlar bahar faslimiz. Ey dınarım, güzel dınarım, siz göz nurun baharım. Ey güzel dınarım, siz göz parçağım madarım. Ey dınarım, güzel dınarım, siz göz nuru baharım. Ey güzel dınarım, siz göz parçağım madarım. İkkilarning yaqinlik musiqa naqshlaringlar bilan bugungi kechligimizni qizib berganinglar uchun ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Oy. Oy. Bu neymiş? Ha? Bir iş oldu. Bir iş oldu mu kızım? Çapsan qarang. Men yerda. Bu mening Bu kızım tushim emasdi. Dilnar. Canım kızım. Ah. Canım balam. Bu putunuz qachondan buyon saqayib ketdi? Bilmedim. O'tganda men sizga putimning og'irligi pasayib qoldi degan edim-ku. Shu shundoq. topdim onxonamga. O'zim ishonmayapman. Aha shundoq ki. Dilnar kızım. Doktorun ismi neydi? Sha, Mo'minjon. Bu gapchi Mo'minjonning yangicha davolash usuli unumini ko'z tutdi-da qizim, ha? O yigitning bunchalik karomati bor deb zotli o'ylamabdi ekanman. O yigitga cho'qim ko'pdan ko'p rahmat aytish kerak. O'z ko'zimga faqat ishongim kelmayotdi qizim. Yana bir 2 qadam mengib yiqing. O'z ko'zim bilan ko'rib boqay. Bo'ldi qizim. Bo'ldi. Bo'ldi qizim. Ay, bak obdan bo'ldi. Xo'shaligim uchun mush bir qancha qadamingiz bor kifoya. Doktor yigit bugun kelamdi.
bilmayman. Doktorning keslingizni mushunchalik davolab saqaytishi haqiqatan o'ng'ay emas. Mobodo u kep qolsa, men uchun obdan rahmat ayting qizim. Nima? Yana sirtga chiqamsiz? Shu topda sizni yana yolg'iz tashlab qo'yish menga shundoq og'ir kelyapti. Ammo hiliqi qotil teqa tutilmadi. Bu yerda bekor turaversam bo'lmaydi. Siz bekorli ovora bo'lyapsiz. Uni baribir tutolmaysiz. Nimishqa? Ehtimol u qotil gunohsizdir. Gunohsizlar hamon oq ko'ngil kishilarning himoyasiga erishmay qolmaydi. Himoyaga erishdi demsiz? Qotil cho'qim tutiladi. U tutilgan kuni u janobi himoyachimu tegishli jazoga tortiladi. Navoda u himoyachining o'zi dal siz bo'lib qolsingizchi? Men? Bu qanday gap? Men u qotilni qandoqsiga o'z himoyamga oldi ekanman. Men mundaqla chaqchaq qilib qo'ydim. Keling, qani o'tiring. Chechingizni yastaqsiz. Yo'q, men bir ish bilan kelgandim. Sizning o'g'lingiz Baki. U nerede? Nim bo'ldi? Uningga bir ish bo'ldimi? Yo'q, men uning bilan ko'rishmoqchi edim. U chiqib ketdi. Qachon? Bir necha kun bo'ldi. Mandaqda. Ura! Biz qalbi qazandik. Biz yangi hayotga erishdik. Dilnar. Mushkullarimiz uchun xo'shalmisiz? Xo'shal bo'lmaychansi? Ay. Qinidan hozir qanday hissiyatda bo'lyapsiz? Men umid bilan umidsizlik ichida. Tushunmadim Shakir. Bu gapingizni qanday tushunsam bo'ladi? Ba'zilar bizga o'xshashlarni gumron bo'lgan avlodlar deb hisoblaydi. Endi tushungansiz? Ahmoqona safsata. O'tgan kun kechda bir qancha xo'jayin bizni o'zlarining tangsihanlariga berib o'yin qo'yib berishga taklif qildi. Mushning o'zlar bizning qiymatimizni to'liq isbotlab turmamdi. Men to'liq saqaygandan keyin mushundaq deganlarga qarshi jang e'lon qilaman. O'qib muzikant bo'lib, amaliyot orqali o'zimning zodi qanday avlod ekanligimni isbotlayman. Faqat sizga mushundaq fursat bor. Sizchi? Menga bu mumkin emas. O'zingiz bilasiz, men degan bir qo'shqun. Yo'q, men sizni oxirgi qo'g'dayman. Biroq oxirgi hisobda bu yana mumkin emas. Keslingiz saqaydi. Endi sizga doktorning keragi yo'q. Bu nima deganingiz? Siz meni og'riq azobidan qutqizdingiz. Endi meni suvdan ilib o'tga tashlamoqchimi? Tenim bilan jinimni kuydirib kul qilmoqchimi? Dilnar. Atla. Dadam ketdi. Bu Yusharni bilim. Dada. Eliq doktoringiz keldimi qandaq? Yo'q, nima ish bo'ldi? O xumpar bizni aldabdi. Men uni dastlabda ko'ribla gumon qilib edim. Keyin putingizni davolab saqaysa, rost doktor o'xshaydi deb o'ylab qopdim.
Doktorxana başlığının aytishicha, doktorxonada Mo'minjon ismli burutluq Shanxay, Yaponiyada o'qib kelgan doktor Zadil yo'q ekan. O qip-qizil aldamchikan emasmi? Keling, mana eling. Ma'qul. O aldamchilik jinoyat o'tkazdi, bilamsiz. Men o soltakni tutmay qo'ymayman. Aldamchilikdamisiz? Hey. Ne görsiz? Mayaqta. Ma'qul. Men o xumparni cho'qim tutmay qo'ymayman. Dada, siz odamdan gumonlanib yuradigansiz. Amasa doktorxona boshlig'ining gapini nima deb tushunasiz? Doktorxona boshlig'ining nima deyishi bilan karim yo'q. Mo'minjonga kelsak, ish qilib, u mening keslimni saqatdi. Uyda kim bor? Uyda. Dada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'ch taqsir, tinch turdingmi? O'zlarim tinch amon turyotammi? Inshaalloh, inshaalloh. Qani. Qani. Amin. Alloh akbar. Bu mening dadam bo'ladi. O'zlari Dilnar qizning dadasi keldi. Biz uchrashib ekanmiz. Shundaqmi? Menmi o'zlarini bir yerda ko'rgandaklik qilaman. Biroq aytmoqsizlar, biz nada ko'rishgan bo'g'itdiq. Iliqi, yodlaridan chiqib qolgan o'xshaydi. O'zlari yolg'iz bir to'plikchaklar bilan ilishgan chog'da esimga keldi. Shu men. Esim keldi. Bir lukchak itilib kelib, koltak bilan chekiliriga tasliq qilib silib edi. Sili o'zsizlanib, yiqilib tushdilar. Shu chog'da men silini doktorxonaga olib borgan. Mana qoshlardagi shu qitimqi jarohatning totug'i emasmi? Shundaq. Buning uchistiki kiyimlar odamdan qolgan kiyimga ajabmi o'xshaydi-ku. Biroq esimni qilishicha, u chog'da boshqa soqchilar meni doktorxonaga olib boribdi-ku. Rost, shundoq. Soqchilar silini ko'tarib, arvoga solgan. Men arvini ishtirishib bergandim, Arva? To'g'ri bo'lmadi. Meni doktorxonaga mashinadan olib boribdi-ku. To'g'ri. O'xshash gap. Biz sahroliklar mashinani arvimi deb qo'yamiz. Xuddi velosipedni shaytonchoq degandek. Mundoq desizlar. Meni soqchilar mashinaga silishdi. Sizlar mashinaning kaynidan shundoq. Yo'q. Men mashinaning kaynidan agishibmandim. Xo'sh, o'zir bugun Dilnar qizni yo'qlab kelib edim. Hozir o'simi qabul qilala. Bizning uydagi choy bilan qang'u bu. Sizni avar qildik. Rahmat sizga. Rahmat. Mush putum to'l og'riydigan Mo'minjon degan doktor davolab saqaytdi desizlar. Dada, biz doim doktorxonada uchrashib qolatdik. Bu gapcha ikkinglar doktorxonada tunishib qoptikansizlar-da? Shundoq. Mo'minjon doktor putumni davolab saqaytgandan keyin bir necha vaqt bo'lib qoldi. Dilnar qiz doktorxonaga bormas bo'lib qoldi. Men uning kesilini eg'irlashib qolgan o'xshaydi deb alaydan yo'qlab kelsam, inshaalloh Xudoga shukr. Mana uning puti saqayib ketibdi emasmi? Bu Mo'minjon doktorning shifoliq qo'lining xosiyati desizlar? Shundoq. Ko'ngillariga kelmasa, sizlarga ayrim bir eg'iz gapim bor edi. Xo'sh, qani so'zingizlar? Sizlarning mushu qizlari qaltis esil bola bo'pti. Qaraslar, o'zi adablik, aqldimi to'lg'an, yo'q. Bu sifat
oldi bilan Mo'minjon doktorga loyiq. Qarmamlar, uning yop-yosh turib, nervi kasalligi mutaxassis bo'lib yetishib chiqqanini. Ya Allah, sizlar haqiqatan mı ko'nglimdikini topdilar. Ammisa, gapimni agitmay, udulla davray. Anlasam, o yigit kichik vaqtidala ota-onasidan yetim qolgankan. Uning oldi keynida mangdigan biror urug' tuqunimi yo'q ekan. Shunga men Mo'minjonning dadasi o'rnida dinlar qizga. Dada. Sizga do'stlik pechу so'sdan telefon kelibdi. Bir gumonliq odam tutilibdi. Iliq qotil shumi emasmi? Sizni darhol kelib tonib baqsin deydi. Meningcha men izlayotgan qotil emas-ku deyman. Bo'pti. O gumonliq odam pechsoda aramib tursin. Bizmi o'zimizning parangini qilaveraylik. Qanday dedim? So'xchapandim, sizlar ishlarga berivasizlar. Bu muhim ishkan emasmi? Men qaytay. Aldırmışlar. Eliqi muhim ish to'g'riliq so'zlashmoqchidilar. Bu to'g'riliq keyinchi ayrim bir nima deyishamiz. Sizlarning bu ishlar pek muhimkan. Xo'sh, men qaytay. Bo'pti demasa, birga chiqayli. Biroq bu kiyimlar o'z joyida qolsa bo'larmi ekan? Nima? Bu kiyimlar nedamla? Shundoq. Odamchi. Oxiri oshkorlandi. Tavara kiyimlar bilan o'zingni niqoblog'ining uchun dadamning ro'yi qanchalik qo'rinib ketgandi-a? Men gunohsiz. Og'zini yum. Qo'lingni chiqar. Dada, siz nimishqa yaxshi odamga uval qilasiz? Shokir, gunohsiz. Nertu deyman. Dinlar. Oy, to'xta! Dada! Dada. Baqara. Beliroqda mush yo'ldan velosiped mingan bir yosh Oyoqqa menga daqilib edi. Oyoqqami? Oyoqqa. Rahmat sizga. Vay bana. Çillambaqda cilan ba. Va. Meyane digen bilen yarım kumalı. Yanın köğlüde vay kim bu? Çılambak kırmenla vay bana. Çılambakda cilan ba. Va. Meyane digen bilen yarım kumalı. Yanın köğlüde vay kim bu? Siz velosiped mingan bir yoshni ko'rdingizmi? Ko'rmadim. Rost ko'rmadingizmi? Rost ko'rmadim.
Yarım saatni açtı. Bu yerda faqat uşaq bolalarni ko'rdim. Undaq odamni zadli uchratmadim. Shundaqmi? Aha. Rahmat sizga. Arzimaydi. To'xta! To'xta deyman! To'xta! Oldi qochma! Qaçma deylə. Əslində, sən bu yerdə ikənsən də, toxta, qaçma deylə. Yigit, yavaşraq bol. Yəni qaçsan, özəngə paydasız düşəndinmi? Tağa, meni qo'yib eting. Meni qo'yib eting, men gunohsiz. Men gunohsiz. Şunda, sən günahsız. Günahsız. Yig'iga bak. Toxta! Qaçma! Yenə qaçamsan? Çıxa bir yaqa! Çıxa bir yaqa! Toxta! Toxta! İşini aç! İşini aç deymən! İşini aç! İşini aç!
keldiniz? Bu siz doim keldigan joy tursa. Shundoq. Dadingiz hozirni qo'g'lab keldi. Bu yerdan biz tezroq ketaylik. Dadam nishonim bilan. Dadingiz haqiqatan sezgul soqchgan o'choqim bu yerga izlab keldi. Endi nega bormiz? Bizni topolmaydigan yerga. Jiro. Dadam sizni tanib qolib yomon bo'ldi. Endi bu yerdan ketmasiniz, bo'lmaydi. Endi nagili borsam o'xshash. Baribir peshonimga bitilganini ko'rdigan gap. Yo'q. Jahannam quchig'i ekan-ku. Bu delo hamon aniqlanmay qolmaydi. Shunga siz o'zingizni daldirib turishingiz kerak. Shakir. Siz ishnaga bormay meni mishada saqlab turing. Men sizga uydan narsa kerak. Ozroq pul ep kelay. Hozirlik kelaman, bo'lamdi. Hey Dilnar, bo'ldilar. Dadingizmi ko'p avor bo'ldi. Yanala o'zimni ma'lum qilay, ha? Shakir. Bu yerda nima qilib yurisiz? Sizdan ansirab kelgandim. Mendan emas. Shaytondan ansirgansiz qachon? Xafa bo'lmang dada. Qotilni ko'rdingizmi? Tex tutamidingizmi? Tutsam bu yerda nima ish qilaman? Yo'q, ketamiz. Dada xafa bo'lmang. Vazifa o'tishingizga qarshilik qilmay deyman. Men o'zim asta ketalayman. Siz ishingizni qilavering. Bo'pti, siz tez qaytib keting, ha? Ha. Shakir. Shakir. Men bu yerda. Dadam o'sha atrofda sizni deb yuriydi. Ha? Sizni ko'rdimmi? Ko'rdi. Abla, bu yerdan tez ketaylik. Bo'lam. Yavaşlık bilan qo'lingni chiqa. Endi qichib ketamaysan. Qo'lingni tez chiqa. Dada, u gunohsiz. O'ta. Ha. Suratgan bola, bo'ldi. Tasimiz. Suratgan bola. Tez ketinglar. Yur, mana. Bir tatib olay, jim chiqay. Dokulat başliq. Qatil Shokirni oxir qo'lga tushirdim. Rahmat sizga. Vazifani g'albilik o'rinladingiz. Bir xalq saqchisida bo'lishga tegishlik botirlik va hushyorlikni to'liq namoyon qildingiz. Boshliq. Rahim qiling, u gunohsiz. Shokir qotil emas, u gunohsiz. O'tinib qalay. U gunohsiz. O'rningizdan turing. To'g'ri dedingiz.
O günahsız, o katil emas. Nima deyapsiz? Shakir, beshingizni ko'taring. Siz mi oxiri g'alaba qildingiz? Ko'zni ilib o'ting. Nima deyapsiz? Ko'zni ilib o'ting. Boshliq, qizimning ko'nglini deb irodamga xilof ish qilsangiz bo'lmaydi. Bu xalq soqchilari uchun haqorat. Dilnar qarang. Rejissor. Men degan rejissor shu o'tiga o'lmabdi. Dillar qarang. Rejissor. Yaxshimisiz? Bu Boshliq, bu zodi nemish? Avval ko'zni ilib o'ting. Bu bir komediya. Oldin o'rinlashtirilgan komediya. Shakir bu rejissor epandiga artistlikdan imtihon berib o'tib, voqealikning ichiga bak kirib ketganlikdan rejissor epandimning gelini siqqan. Rejissor etot voqealigini texim avji ko'tarish uchun o'lgan bo'lib olgan. Lekin buningdan qo'rqib ketgan Shakir badar qechib tasaddibi sizga yo'liqib qolgan. Bu ishdan men shu chaqda xabar topgan edim. Rejissor bilan maslahatlashib ikkinglarni, uchinglarni turmushning cho'ng sahnasiga qo'yib etdik. Hey birodar, qapingiz turmang. Sizning Mayr Razvitchik degan donqingiz emas. Mana endi donliq televiziya cho'lpini degan nomingizmi chiqadigan bo'ldi. Donliq televiziya cho'lpini demsiz? Bo'ldilar. Boshliq qo'ying bundoq chaqchiqingizni. Bu mening chaqchig'im emas. Bu rejissorning chivarligi. Siz rejissorga rahmat aytsangiz bo'ladi. rahmat sizga. Jafo chekdingiz. Siz bizning haqiqiy talant egalarini bayqishimizga cho'ng yordam qildingiz. Men televiziya stansiyasiga vakolatan chin qalbimdan sizga rahmat aytaman. Nima? O talant egizimi? Mushu turqudimi? Qizingiz Dilnormi? Baxtixi. Mening qizim. Dilnor? Shundaq. Shakir bilan Dilnor amaliy imtihondan haqiqiy o'tganligi uchun televiziya stansiyasi san'at o'migiga artistlikqa qabul qilindi. Dilnar. Shuna bilan billa bizning shayton bilan saqchi nomli televiziya teatrimizni mushu jarayonda muvaffaqiyatli suratga ep bo'ldik. Buning uchun sizlarga yana bir qatim rahmat aytaman. Hamkorlashganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Aslida mundoq ishkanda. Dada! Qani kelinglar. Dada! Senize. Dilnar. Bugun biz haqiqiy hayot yo'limizni, kishilik qadr-qimmatimizni oxiri topdik. Rahmat sizga, rejissor. Boshla. Rahmat sizga. Tana. Rahmat sizga. Sizdan ko'p ovor qildim. Kechiring. Hamidga qanday ko'zim bor ekan? Oltin herkes ko'milib qolmaydi. Qaraslar, bu shaytonning topgan muhabbati bu chiroyli emasmi? U degan sizning kelinlari juma? Kelinim? To'g'ri, kelinim. Taga. O'ja.